Rusbek Haydarovich to'g'risida qanchalik gapirsak, odam bir hayajonlanib, bir eslaydi o'sha davrlarda, uchrashgan davrlarimizda, rahbarlik qilgan davrlarimizda. Rusbek Haydarovich ajoyib inson, ajoyib rahbar, ajoyib ustoz. Shunaqa bir tarbiyalaganki shogirdlarini. Ular Rusbek Haydarovich bilan faxrlanadi. Rusbek Haydarovichni bizning tizimda boshlagan bo'lsa, professional ta'lim tizimida. Keyin xalq ta'lim vaziri bo'ldilar. Boshqa ishlarga o'tdilar, ilmiy ishlar bilan shug'ullandilar. Lekin har doim prof ta'lim tizimidagi biz shogirdlarni bizni tashlab qo'ygan yo'qlarda. Har doim bizlardan nima ishlar qilyapsizlar, nima bo'lyapti, qanday to'g'ri yursalaring to'g'ri bo'ladi, nima ishlar qilsalaring to'g'ri ishda olib borgan bo'lasizlar. Doim maslahatchi, xuddi otaday inson. U inson bilan shogird bo'lganimdan faxrlanaman. U insondan ko'p narsalarni o'rgandim. Umrlari uzoq bo'lsinlar. Ustozlariga bo'lgan hurmat, shogirdlariga bo'lgan hurmat, oilasiga, qarindoshlariga bo'lgan hurmatni Rusbek Haydarovichdan o'rgansa qancha o'rgansak kam. Oqil Mirzoqich ustozlarimiz shunchalik Rusbek Haydarovichni yaxshi ko'radilarki, mana bu bir-biriga bo'lgan munosabatlarni oddiy bir so'z bilan tushuntirib bo'lmaydi. Rusbek Haydarovichning ustoziga bo'lgan hurmati, Oqil Mirzoqichning qilgan hurmatlari, Oqil Mirzoqichning qanchalik yaxshi ko'rishlari bizlarga saboq, bizlarga maktab, bizlarga o'g'it. Rusbek Haydarovich umrlari uzoq bo'lsinlar. Oqil Mirzoqichimiz 100 yoshlarga kiryapti. O'sha yoshlarga yetib yursinlar. Farzandlarining, nevaralarining, yevaralarining baxti kamolini ko'rsin. Biz Rusbek Haydarovich bilan ishlaganimizda shunchalik bir yaqinlashib ketdikki, oilaviy bordi keldi qilardik. Rahmatli ayollari ham shuncha bizlarga hurmat bilan borganda quchoq ochib ko'rishib, quchoq ochib kutib olardilarda. Qanchalik qayg'urganmiz Sovet opamizdan ayirganlarimizda. Rusbek Haydarovichda ajoyib o'zining bir maktabi bor. Shogirdlari ham bir-biri bilan shunchalik ittifoqki, shunchalik bir-biri bilan mehrliki, hayron qilasiz. Ko'p narsani o'rgansa bo'ladi. Hali siz ko'p yashang, ko'p shogirdlarni tarbiyalang. Xudo xolasa 100 yoshliklaringizda ham 80 yosh nima bo'pti? Hozir ko'rib havas qiladi hamma sizning yurishingizga, qomatingizga, kuchingizga, bilimingizda endi aytmasa ham bo'ladi. Sizni akademik bo'lsangiz ham sizni xuddi aka-ukadek hammasi yaxshi ko'radi-da. Ham tortinadi, ham mehr bilan sizga intiladi. Umringiz uzoq bo'lsin Rusbek Haydarovich. Xudo xolasa 90 yoshligingizda ham, 100 yoshligingizda ham qatorimizda xato bo'lmay, nevara-yevaralaringiz bilan birgalikda siz bilan o'sha yubileylaringizni kutib olish hammamizga nasib qilsin. Sog' bo'ling.